Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Qashqadaryo viloyati Qar shahridan seximizdan mana ikkita pritsep sotilgan. Shularni bir obzor qilib o'tamiz. Mana bu tentli pritsepimiz katta pritsep bo'ldi. Bu 3 metrga 1.80 razmerda bo'ldi. 2 tonnaga mo'ljallangan. Mana taglarini ko'ramiz. Prujinalar qo'yilgan. Brovoy turbalardan moslari, risollari, gazon risollaridan 15lik lasitli balonlardan qo'yilgan. Mana tentni ichini ko'raverasizlar. Oldidan ham eshik qo'yildi. Eshiklarni ham ko'rsatib o'tamiz. Oldidan mana eshiklar qo'yilgan. Mana bu yana bitta pritsepimiz ko'knisiga ustanobga qilyapti. Ichkaridan ham mana 3-4 ta pritsep tayyorlanish jarayoni bo'lyapti. Svalkalarga e'tibor qilamiz o'rtoqlar. Qantashga svalkada qilingan. Juda mustahkam qilib, chiroyli qilib qilingan. Murojaat uchun telefonlarimiz mana 99lik 577 46 46 88lik 528 46 46 nomerlariga murojaat qilaverasizlar. Kimga bir mostlik, 2 mostlik pritseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib kelaverasizlar. Tayyorlari ham bor, zakaz asosida ham tayyorlab beraveramiz. Mana telefon murojaat uchun telefonlarimiz 99lik 577 46 46. Mana pritsep kraska jarayoniga kelgan. Endi kraska bo'ladi. Xudo xolasa 2 mostlik. Mana bu yerda mana 2 mostlik, 1 mostlik tayyor pritseplarimiz bor. Like'larni bosib, obuna bo'lib, pritsep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz. Mana Eshonshaytdan kelaverishda mashina bozoriga, Osiyo bozoriga yetmasib, o'ng tomonda dom qurilyapti. Shuning ro'parasida mana avtosuhrab servis. Avtosuhrab servisga kelaverasizlar. Kamtarona mehnatlarimiz qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib, obuna bo'lib, pritsep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz. Hurmatli o'rtoqlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat.